Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Orqamda ko'rib turganlaringiz Istanbul universiteti. Lekin bugun obzorimiz Istanbul universiteti haqida bo'lmaydi. Istanbul kutubxonasi haqida bo'ladi va kitob sotiladigan joy haqida bo'ladi. Bugun sizlarga to'liqroq tushuntirib ketishga harakat qilaman. Turkiyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar, nufuzli universitetlarda o'qimoqchi bo'lgan talabalar, chet ellik talabalar bu universitetni yaxshi bilishadi va bu universitetga kirish juda ham qiyin. Bunga kirish uchun sizlardan yo'l sinovi talab qilinadi, yabanchi o'rganchi sinovi. Bu sinov matematika, mantiq va geometriyadan bo'ladi. Istanbul universiteti kutubxonasi vaqtida bu yopiq edi. Hozir esa talabalar uchun ochib qo'yilgan. Bemalol o'tirma iznida borlar, bu yerga kirib o'tirma izni bor talabalar dars qilishlari bemalol mumkin. Va shu yerda kitob sotadigan joy bor. Va ko'rib qo'yishingiz mumkin atmosferani. Juda ham chiroyli manzara. Universitetga kirish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Albatta kitob kerak bo'ladi. Albatta shu yerga kelib kitob olsa bo'ladi, eng yangi kitoblarni. Turkcha, ruscha, oxirgi chiqqan bosim kitoblarini olishlari mumkin. Ichkariga kirib narxlar haqida ma'lumot olamiz. Bu yerga qanday kelish mumkin? Tramvaydan tushgandan keyin qaysi tomonga yuriladi? Men pastda videosini qo'yib ketaman. Xuddi shunday qilib kelsangizlar bo'ladi. Tramvaydan chiqib atmosferasi shunday. $960. Evet. Şimdi. Bir de geometri mi istiyorsun? Evet. Bu yerda ham javoblari ham bor. Savollar. Mesela. Geometriya. 950 lira. Bular puza o'yinlari. Yozga tayyorlanuvchilar biladi. Bu eng qiyini. Geometriyasi bu. Matematikasi bu. Narxlarga keladigan bo'lsak, shu yerda 1000 lira ekan. Bu ham 1000 lira. Bunlar son çıkan değil mi? Bana güveneceksin. 1134. Bunun fiyatı neydi? Fiyat. 450'de satıyorum. Poşete koy arkadaş, evde bakar ya. Uydagilarga sovg'a olaman deganlar uchun ham bemalol sovg'alar olsa ham bo'ladi bu yerda. 5,5. Qur'on kitobi va turkcha tarjimasi ham bor. Yoki boshqa til. İşletilgan kitoblar bilan o'qilgan. Bu kitoblardan ham kimlardir foydalanadi. Men foydalanganman masalan. Juda ham yaxshi. Kitoblarga deyarli chizilmagan hatto bemalol ko'rishingiz mumkin. Turkiyani lideri Atatürk. Bu yer dushanbadan shanbagacha ishlaydi. Sahaflar çarşısı deb İstanbul Sahaflar Çarşısı deb yorsangizlar, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Soat 9 dan 6 gacha bemalol ochiq bu yer. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bugungi obzorimiz bundan iborat edi. Podpiska bosib, like bosishni unutmaysizlar.